Mana bugun yana bir mijozimizga aqlli kotelimizni o'rnatib berdik. 250 kvadratga yonish jarayonlari graduslarimiz o'rta oborotda ishlash holati, yuqori oborotga qo'ymadik. Hozir havo issiq, endi havolar sovuq, qish kelganda yuqori oborotga qo'yib ishlatishadi. Birinchi polkadan chiqib tepaga qarab bu mijozimizga mana bu gaz uchun qilingan. Mana gaz turibdi. Gaz garorkasi. Qishda gaz o'chib qolar ekan, shuning uchun ham gazga ham ko'mirga ishlaydigan qilib berdik.